Men gap shundan boshlamoqchiman. Afandi latifalari. Bolaligimizdan eshitib yurganmiz afandi latifalarini. Men sizlarga bir ikki narsani aytib beraman xolos. Nasriddin afandi endi eski davrda yashagan. O'sha davrdagi podshoh juda ahmoq ekan. Juda beaql podshoh ekan. Gapirib yurar ekan, bo'lar bo'lmas gaplarni. Nasriddin afandi podshohning vaziri ekan. Shohim deb iltimos, maza demasa gaplarni gapirmang. Sharmanda bo'lib qolyapmiz. Chet eldan elchilar keladi, har xil gaplarni gapirib yuborasiz. Siz shoh o'zi ham bo'yniga olib, "Ha nima qilay endi, shunaqa odatim bor." Lop, peti gapirib. Yo'q, siz gapiring. Endi bunday qilamiz. Ertaga Arabistonda elchilar kelar ekan. Shu noto'g'ri gapirgan paytingizda men oyog'ingizga ip boylab qo'yaman. Ip shunday tortaman, to'xtating. Uyog'ini men tekislab ketaman debdi. Podshoh ham rozi bo'libdi. Ertasiga Arabistondan elchilar kelgan, shoh joyida o'tiribdi. Nasriddin afandi vazir, endi gaplashish kerak-ku podshoh. Arabistondan kelgan elchilarga qarab, "Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Voy, sizlar Arabistonda mushuklar qalay yashayapti?" Savolni qarang. Podshohdan shunaqa gap chiqadi. Mushuklar qalay yashayapti desa, elchilar hayron bo'libdi. Nasriddin shat arqonni tortibdi-yu, "Ay, kechirasizlar. Bizning shohimiz chuqur ma'noli gapiradilar. Sizlarning mamlakatingizda mushuklar qalay yashayapti deganlari, odam o'zi qorni to'q bo'lsa, o'zidan orttirib mushukka beradi. Agar odam och bo'lsa, mushuk ochidan o'ladi. Mushuklarning hayoti qalay deganlari, sizni xalqinglar qalay yashayapti deganlari." Desa Arabistonlik elchilar, qarsak chalib borsa, podshoh afandiga qarab, "Padaringga la'nat, tuppa suv gapirgan ekanman, arqonni nega tortasan?" degan ekan. Ilgari institutlarda, maktablarda etika, estetika degan fan bo'lardi. Hozir shu fan bormi, yo'qmi? Bormi? Nimaga bo'lmasa bolalarimiz bunaqa madaniyatsiz xo'sh? Demak, domlalar yaxshi o'qitmayapti. Bizni zo'r o'qitishganda, o'sha uchun madaniyatli biz. Mana sahnaga chiqishdan oldin kostyumlar kiyamiz, galstuklar taqamiz. Hozirgi yosh san'atkorlar Tursun maykada ham chiqib ketaveradi. Hozir moda shunaqa deydi. Jinsi kiygan 8 ta joy teshik. Ha, ko'rgan etmaydimi artistlar? Gadoy ekan bechara, shimini tikib olmaydimi hech bo'lmasa. Oyoqda krossovka bilan chiqishadi. Ha, siz zamon shunaqa, moda shunaqa. Lekin bizning paytimizda tarbiya boshqacha bo'lganda. Institutda domla dars o'tyapti. Hurmatli studentlar, inson madaniyatli bo'lish kerak. Madaniyat. Insonning ichi ham, tashqi ko'rinishi ham madaniyatli bo'lish kerak. Gaplashganda so'kish so'zlarni ishlatish kerak emas. Mumkin emas. Odob, mehmon odobi, mezbon odobi. Assalomu alaykumni kamda qilishimiz kerak emas. Va alaykum assalomni ham kamda qilishimiz kerak emas. Mehmonga bordingiz, bir kosa ovqat berdi. Ha, endi shoshgan uy egasi ovqat sho'r. Oka, ovqatingiz sho'r ekan. Uyat. Shuni yeng. Sho'r bo'lsa ham iching oxirigacha zaharingizga. Madaniyat bo'lish kerak insonda. Soqiyib, chiqing, mana shu yerga chiqing. Soqiyib degan student chiqib keladi. Soqiyib. Mana sizga hozir bir misol keltiramiz. Masalan, siz ko'chada ketyapsiz, ha? Mana siz 2-kurs studenti Soqiyib, chiroyli, go'zal yigitsiz ko'chada ketyapsiz. Oldingizda bir go'zal qiz ketyapti. Endi qiz boring, ana 20 yashar bo'lishi mumkin, 18 mumkin. Go'zal, chiroyli, odob bilan kiyingan, juda madaniyatli, qora yubka kiygan. Endi tikuvchining oldidan chiqib kelyapti shekillik. O'zi bilmaydi, qora yubkasini mana shu yeriga, uzr, uyat bo'lsa ham ko'rsataman, mana shu yeriga uzun oq ip yopishib qolgan. Siz qanday tushuntirasiz? Shu qiz bilmayapti ip borligini. Bu ham uyat qiz bola narsa. Qanday tushuntirasiz? Nima deysiz? Nima deyman? Va, deyman. Va! Qaraydi. Kechirasiz. Alo. Orqangizga ip yopishib qolibdi deyman, bo'ldi. Olib tashlaydi? Yo'q. Mana shu noto'g'ri gap. Orqangizga ip yopishib qolibdi. Birinchidan muomala noto'g'ri. Madaniyat yo'q sizda. Siz buni deysiz. Kechirasiz, oppoq qiz deysiz. Qiz, ha, deydi. Kechirasiz, yana bir bor uzr. Yelkangizga ip yopishib qopti deysiz, Soqiyib. Orqangizga emas, yelkangizga. Qiz yelkasiga qaraydi, ip yo'q, yo'q-u deydi. Sal pastroq tushing deysiz. Qiz pastroq tushadi, yo'q-u deydi. Yana jinday pastroq tushing deysiz. Yana pastroq tushadi, yo'q-u. Yana jinday pastroq tushing. Voy, bor ekan, rahmat deydi, olib tashlaydi. Mana bu madaniyat. Orqada o'tirgan barzangi student kulamish.
Nimaga kulasiz? Nimaga kulasiz? Domla. Madaniyat bilan gapiraymi, domla? Albatta. Domla kechirasiz. Peshonangizdagi zamogingizni taqib oling, iltimos. Qarsak san'atkorni ko'nglini ko'taradi, kayfiyatimiz yaxshi bo'ladi. Qarsak chalsanglar, endi qarsak ham har xil bo'ladi. Endi mana kulish uchun kelgansizlar, chunki qo'linglarga taklifnoma berilganda kulgi bayrami, kulgi kechasi, kulish shart ko'rsatuvi yoziladi deb yozilgan. Shu tayyor kelgansizlar. Gohida shunday bo'ladiki, milliy konsert deb e'lon qilinadi-yu, masalan, opera yo bir simfoniya chalinsa o'tirganlar g'alati bo'ladi. Bir konsertda bo'lgan voqea, shu Toshkentda, Istiqlol saroyida milliy konsertida birdan konsertda bir san'atkor chiqib qoldi. Endi u ham yomon san'atkor emas. Shu chiqib olib operadan boshladi. Pigiri. O'tirganlar tushunmayapti. Nima deyapti bu? Nima deyapti? Sigirini qidiryapti bu. Sigiriga deyapti. O'ris, voy, bu yerda sigir yo'q. Здесь нет, bu konsert, idiot suda. U to'xtatmayapti. Pigiri. Odamlarning mashtiga keldi. Yo'qon! O'zbekcha eshitaylik. U baqiryapti. Pigiri. Yoz pishiqchilik payti odamlar o'zbekchilik deb pomidor, bodring olib kirishgan. Yeb o'tirish uchun. Bir payt sahnaga qarab pomidorlar otishni boshlashdi. Yo'qon! Bodringlar tushyapti sahnaga, artist qochyapti bechara. Lekin to'xtatmayapti. Pigiri. Ashula to'xtadi, qarsak bo'lib ketdi. Rahmat. Mana operani tushunganlar menga qarsak chaldi. Rahmat. Mana bu pomidor, bodring otganlar sizlarga uyat. Mana qarsak chalishyapti. Rahmat sizlarga. Desa qarsak chalgan. Biz sana ashulaga qarsak chalmayapmiz. Pomidorimiz yo'q. Otib mo'njalga tegizganlarga qarsak chalyapmiz. Bir odamning tilini ari chaqyapti, palakat. Yomon narsa, meni chaqqan. Xudo asrasin, saqal qolgan o'lib qolishimga. Nafsi buzuq hayitda o'lar deydi, yo'q hayitmas edi. Bir o'rtog'imiz qarshilik menga tandir go'sht olib keldi. O'lgidek yaxshi ko'raman tandir go'shtni. Qashqadaryo, Surxondaryoda boplashadi, tandir go'shti olib keldi. Shu ishtaha bilan yoz payti shunday yesam go'shtni ichida shu kelgunicha ari kirib olgan ekanda, jiz etib chaqdi. Voy, yomon bo'lar ekan. Tili shishib ketaverar ekan o'zida-o'z. Nafas siqib qo'yar ekan, Xudo saqlasin, boshimdan o'tgandi. Qisqasi, er xotin dalaga chiqqanmi bilmayman, toqqa chiqqanmi, o'sha yerda erni tilini ari chaqyapti. Qiladi. Gapira olmaydi, bo'zarib ketyapti xotini. Nima qildi? Yetolmayaptiki, ari chaqdi, nima qilish kerak? Xotini o'zingizni bosing, ko'karib ketyapsiz, gapiring. Shishib ketyapti, til kallasi ishlab qolib telefonda yozibdi. SMS xotiniga yozyapti. Xotin, meni tilimni ari chaqib oldi. Tez gapir, nima qilish kerak? Ching qilsa xotini ham telefonni olib, dadasi, men bilmayman. Birinchi marta bunaqa voqeani ko'rishim. Menimcha tez doktorga olib bormasak o'lib qolishingiz mumkin. Er yozyapti, padaringga ming la'nat. Meni tilimni ari chaqdi, qulog'im emas. Nasrda apandini ham yosh bo'lgan deyshadi. Yoshligida otasi bilan dalada ishlar ekan. Dalada ishlab, ishlarni bitirib, endi otasi oxirroq kelib choyxonada o'rtoqlari bilan o'tiribdi. Bir 20 kishi Nasrda apandi yosh bolada kirib, "Dada" debdi. 20 kishining ichida. "Dada, aytgan ishlaringizni hammasini bitirdim. Qumg'onni, ketmonni, choynakni, ikkita peylani Majnuntolli tegiga ko'mib keldim. Ustiga latta bilan yopib, ustiga turpoq tortib keldim." Desa dadasi chaqiribdi-da. "Voy, kallang bormi seni o'zi? Bunaqa gapni quloqqa yetadi sekin. Nima qilasan bekitgan joyini hammaga yetib, 20 kishi o'tib, do'st bor, dushman bor, kalla bormi? Quloqqa yetish kerak." Hop, dada kechirasiz deb chiqib ketibdi. Oradan bir hafta o'tgan, yana dadasi o'sha yerda o'tirsa, Nasriddin apandi kirib kelib, hammaga salom berib, to'g'ri dadasining oldiga borib, "Dada, quloqingizni berib turing." "Ha, nima bo'ldi? Quloqingizni bering." "Dada, ana kuni ko'mib ketgan ketmon,
lapatka, choyni, pela, qumg'on hammasini o'g'irlab ketishibdi. Xalqlar do'stligi saroyi endi hozir Istiqlol saroyi deymiz. Shu Istiqlol saroyida demak orqasida endi artistlar uchun alohida xonalar qilingan. O'sha yerda tahoratxonalar hammasi bor. Sahnaga chiqish kerak. Chiqishdan oldin kirib, yuvinib, endi musulmonmiz alhamdulillah tahorat qilib chiqiladi. O'sha yoqqa kirdim endi. Kirib, shunday kabinet endi xona-xona qilib qo'ygan. Shunday kirib qupladim eshikni. Endi bir payt assalomu alaykum. Yo tavba. Tualetga ham kamera qo'yishibdimi? Qatdan bildim men kirganim. Va alaykum assalom. Yonimdagi xonadan gapiryapti. Qalaysiz? Yaxshi. Nima qilyapsiz? Siz qilayotgan ish qolma shekilli bilmayman. Qachon bo'shaysiz, aka? Shu ketishda bir 5 minutda bo'shab qolaman, xudo xolos. Ishingiz bormidi? Bir ko'rishishimiz kerak edi. Endi tualetda ko'rishmasmiz. Desam, sizga emas, uzr, qo'shni kabinaga Obid Ason kelib olib jinniga o'xshab men bilan gaplashyapti deydi. U tualetda telefonda gaplashib o'tirgan ekan. Men bilan gaplashyapti deb o'ylayman. Endi men jinnimishman-da, tualetda telefonda gaplashayotgan odam sog'mish. Shu darajaga yetib keldik, qarang. Tualetda ham telefonda gaplashadimi? Boshqa joy yo'qmi? Endi yosh paytim 18-20 yashar bo'lsam kerak. Haligi bitta qo'shiqchi, bitta doirachi, bitta dutorchi. Keyin bitta apparat qo'yadigan odam. Shu 4 kishi yuramiz. Men bilan 5 kishi bo'lsa kerak, shoför xullas. To'yga kelamiz. Bu paytda Toshkentda to'ylarda bir odat bo'lardi. Kuyovlar kelinni uyiga borib, kuyov yigitlar osh yeb kelishardi. Shunda artistlar kuyovlar bilan birga kelinni uyiga borib, o'sha yerda 2 dona ashula aytib berishardi. Xullas shu odatni buzish kerak emas. Hofiz yigit aytdiki, Obid aka dedi, hurmat qilib Obid aka dedi. Obid aka siz shu o'tirib turing. Biz hozir kuyovni uyiga borib, ashula aytib qaytib kelamiz. Ungacha siz yerda dam olib turing. Siz u yerda kerak emassiz. Xo'p dedim. So'rida o'tirardi. U paytda san'atkorlarning obro'si baland edi. Xalqdan bir kalla baland so'ri qilingan, so'rida san'atkorlar o'tirardi. Endi tasavvur qilinglar. Usilitilchi o'tiribdi hali apparat qo'yadigan yigit. "Opajon" dedi. "Men shu mahallada turaman. Bitta lampochka kuyib qopti. Shunday chiqib almashtirib chiqaman" deb u uyga chiqib ketdim. Men bir o'zim o'tiribman kalavatda. Bir o'zim. Bir payt mahallani bir katta odamlari bo'ladi. Mana shunaqa mo'ylovli to'p kiygan baquvvat bir odam kelib, "Hey! Nima o'tiribsan? Ne artistdan joyga chiqib olding?" Men endi qo'rqib ketdim. Aytolmayman-ki, men ham artistman. Hali to'yda gapiraman. Tilim lol. Shoshmasga. Bor, akalaringga javob ber. Indamasdan bordim. Choy o'sha yerda damlanadi. Samovarchiga olib kelib choy damlang dedim. Choy damlab berdi. Olib borib kimlarnidir stolga qo'ydim. Bo'ldi. Haligi odam ko'zi menda uzmayapti. Bu o'rinlashma bo'ldi. Chiqib ket. Bor o'rtalaringga o'yna. Endi men keta olmayman. To'yda xizmat qilishim kerak. O'rtoq borish meni bo'ynimda. U yoqqa o'tsam ham meni ko'rib qoladi haligi odam. Bunda turma. Akalaringga javob ber. Yana choy olib boraman. Ko'chaga chiqib tursam, odam ko'chaga chiqadi, kelishmadimi hali kuyovlar? Sen shu yerda turibsanmi? Bor kichkina javob ber. Bu yoqqa o'taman, bu yoqqa o'taman. Qarasam, bir sidra erkaklar kelib o'tirishdi endi. To'y boshlanmoqchi edi. Bir chekkasiga borib o'tirdim. U odam mahallada duogo'y odam ekan, o'sha keldi. Ilohi amin. Yaxshi keldinglarmi hali? Sen nima o'tiribsan? Tur akalaringga javob ber. Xullas haligi odam meni 1 soat qo'yqin qildi to'yxonaning ichida. Bu yoqqa o'tsam yo'qol deydi, bu yoqqa o'tsam javobga deydi. Oxiri har tugir jonimga oro kirib, ashulachilar qaytib kelishdi. Kelin uyidan, "Hofiz, optaka nima pastda yuribsiz? Chiqing kalavatga" dedi. Kalavatga chiqdim, ashulachi bilan doirachining o'rtasiga o'tirib oldim. Haligi odam keldi. "Ha, yaxshimisizlar? Yaxshi borib keldinglarmi?" Men o'tiribman. Mashina qilib to'y boshlanish paytiga yetib keldi. Kelin keldi. O'rtani ochish kerak. Hali mahalla komissiya ekan odam kelib hofizimizga, "Menga qarang, ichinglarda gapiradigan odam bormi?" desa, hofiz ham, "Ha, optakam borlar, mana rosa zo'r qiziqchilik qiladilar. Zo'r olib boradilar. Bo'ldi. O'zim chiroyli qilib e'lon qilaman, tayyorlab tursinlar." O'rtaga chiqdi. "O'rtoqlar, mahallamizda katta to'y.
Mana Shermamat to'y qilyapti. Kelin-kuyov baxtli bo'lsin. To'yimiz ichkiliksiz o'tadi o'rtoqlar. To'y 12gacha bo'ladi o'rtoqlar. Ilohi amin. 2 yosh baxtli bo'lib qo'sha qarsin. Allohu akbar. Ana endi davrani olib borishga mashhur teatr artisti, har kuni televizorlarga chiqadigan kino aktyor, so'z ustasi Obidjon akani taklif qilganmiz. Obidjon aka keling. Qarsanglar o'rtoqlar. Men tusha olmayapman kalavatdan. Haligi odamning yoniga borishim kerak. Ashulachi hayron. Obdaka turing. Turing, o'rtan ochmaysizmi? Avvallab tushibsiki, yoniga bordim. Qarsang to'xtamasin. Obidjon aka, qayerdasiz? Assalomu alaykum. Nima qilib turibsan? Bir javob ber. Siz maqtayotgan Obidjon aka, men bo'laman. Sahobiz, shu. U qildi, mikrofonni berib chiqib ketdi. Rassa o'rtada gapirdim, to'y zo'r bo'ldi, yarmiga kelganda mahalla komissiya so'riga keldi yonimizga-da. Menga qarab, "Obidjon aka, uzr endi, uzr. Tanimaysiz, siylamas endi, kechirasiz. Uzr a, lekin zo'r gapirar ekansiz, zo'r kuldirar ekansiz, ukajon. To'yla qilaman, xudo xolasa. Chaqiraman, kelasiz, ha, choy tashishga kelaman, xudo xolasa."